İkinci qismimiz o'sha Minecraft almos topish bo'yichagi ikkinchi qismimiz bo'ladi. Do'stlar, biza hozir nima qilishimiz kerak? Bu nima qilishimiz kerakligi, bu hozir bizlar uy qurishimiz kerakligi. Men bilan o'ldirib. Qancha yerga qasam qurardim dedim. Mush. Keçen batay deb qoldi. Давай, ikkita yotoq yasaymiz do'stlar. Ulan men seni. Men, berki, men. Çocuk haram. İşte bilen Minecraft'ta itler halal. Çünkü itler umuman Minecraft'ta çocuk öldürmeydi. Fakat yine koy öldürüyordu. Ben bir sıkıntı korup kaçacaktım. Ben de onu yoktu gördüm. Kasaligim. Ülkelerimiz kirler. Ülkelerimiz. Diyelim ülkelerimiz. Öldürüp doğru yataktan. Bugün havada okuyayımız. Kamera böyle. Ne diyorsun? Camız. Atmosferini qaraylar do'stlar, bu qanaqa atmosfera? Kechqurun Minecraftda bunaqa bo'lmasdi. Zombi amakilar. Qarshi daraxt tepasiga chiqib olamiz. Ay, Tarkan keldi. Do'stlar, o'zim ham g'alati bo'lib ketaman, ishtalganni ko'rib. Tez yugursam, charchayman. Bayram do'stlar, bugun bayram. O, qishloq topdik, qishloq. Ay. Qoch, tiriq bu. Ul. Ay. Tez uylarga kirish kerak. Tez. Yo'l yo'q. Akani oldiga boramiz. Aka o'ldirib beradi. Akajon, aka, mahluqlar kelishyapti. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Mana shu uyda yashab turamiz. Yotog'i ham yo'q ekan, mayli. Bechoramiz-u. Qorni yomon ochdilar, qaranglar. Qorni ochligini. Bugun uxlaylik, ertaga toshni uxlayman. Bitta gapim, umuman paranjani oldiga bormaymiz. Bugun qishloqda qolamiz. Bilmagandim yaqin orada qishloq borligini. Tog'alarnikiga endi mehmonga keldik. Endi yashab turamiz shu yerda. Qonxo'rni o'ldirish kerak ayniqsa. Yotoq bor, ovqat kerak bizga. Ay! Ham Tarkan hali ham o'lmagan qara. Amber mehnatchilarni nonni pishgan bo'lsa, nondan olib bir qor to'yg'imiz ham ishtaha yomon moch. Kirka yasay desam, uyda qolmas. Doy, ana. O'rgimchak tegmaydi hozir bizga. Odamlamas endi o'rgimchaklarga. Sabzilarni hammasini uxlatamiz. Keyin bilmaganman, ana temirchining uydan amnaqa topsak video chekib temirchi bormi degan savol bor bu qishloqda. Aka, sabzi qiravering, bizlar sabzilarni o'maramiz.
Qorin bir amallab to'yg'izdik. Sabzilar bor. Nima? What the? Короче, mana shu qishloqda yashaymiz. Zombi go'shtiga 32 ta zombi go'shtiga nima qilasan zombi go'shti? 32 ta zombi go'shti sabzi deysan-da, sabzi. Xom narsalarni hammasini olib qo'yamiz, keraksizlarni ham. Hozir qo'limizda tayoq bo'lsa bo'ldi. Tayoqdan boshqa narsa kerak emas. 32 ta go'sht bor. Men uyga borib chiqaman deyman hazillar. Endi bir marta aytib qo'ydik qaradi. Basharaga bitta mush urish kerak shuni. Lekin hamma tog' yurib keladi-da. Qishloq aholisiga o'rganib o'zi. Kunlar qo'zlab charchab ketdim. Turdi, zirkeldi, ikini olish. Urug'larni olib chiqamiz. Keyinda bir chiqqanda chiqamiz. Shundan qachon ketaman desa o'zi. Mashina emas endi ham. Mana shu butun qishloqdan. Ot. Terim bor. Mana shu ot. Yo'q. Olmos chiqsin. Almas. Do'stlar, padishkada bo'lib turinglar. 6 minut bo'libdi. Almas chiqsin tilib turaman. Almas sandiq. Oy, normalniy bo'lsa bo'pti. Jajgaldi. Bu kerak bo'lib qoladi kimdirga. Solamiz endi. Hammasini bagajga, bank amga solamiz. Papga. Mana bu bilan Google har doim kerak bo'lib qoladi. Tatar kursi bo'lib. Kirka yasash kerak. Mana kerak bo'ladi. Kirka yasash aytay do'stlar, hammani olamiz. Oltinni olardik. Ammo otni ham o'zimniki qolaman, amnaqam bor. Terim yetsa kerak, terim. Zonaga boraylik. Zonaga nima? Uyga. Ketir otga. Sen shu yerda ketib non beraman, hozir bug'doy beraman. Maza qilyapsan. Bugun turib qo'ying, yo'q bo'lmaz. Qani to'xtat. Ammo qishloqlardan yetadimi? Ana, o'rindiq kerak menga o'tiradigan. O'tiradigan qancha? Otlarni o'tirgichi. Qani? Ot o'rgatish kerak, lekin ot o'rgatolmayman. Chunki qidiruv bo'limidan topamiz, qidiruv. Nechta kerak bo'lsa o'shancha bir amalab topamiz. Mol bo'ldi. Menga bu kerak emas, qot. Topamiz. Men qani? Qatlan kiramiz. Endi amini qo'yamiz. O'rindiqni qo'yamiz. Narsa yo'q. Menga shu otlarni o'rindig'i kerak. Va yasayotgan kitobchi. Pat bor. Bitta ham kitob yasash kerak. Kitobga 3 ta daftar kerak. Daftardan keyin buga mana bu qora o'rgimchakni anaqa joyini
kerak. Keyin kitob yozamiz. Siz yasab bo'lmadi-da. Mayli, nima qilamiz? Otda bo'lardik hozir. O'ldirib ham bo'ladi hozir endi. Otda sigirdan o'yimiz olamiz. Sigir ko'rdim dedi, sigir. Qorni och ketdi, sabzi yo'q. Şu yirgen narsalar turdim. İşte açığında to'xtamay qorni to'yadi. 58 sabzi, 57 64 ta qilsa yoshi boy ketamiz. Oltin bitta emas, ikkita ekan. Biz to'shni oltin olishimiz kerak do'stlar. Ishkal qoladigan joyda yordam birinchi marta qishloq ko'rdim. Qishloq birinchi marta ko'rib qoldik-da qishloq endi. Voy, üçüncüsü mana. Qo'y shart emas bizga, lekin go'sht. Qishloq olib tepada ham bor, tepani ko'ramiz. Qochayotgan joyimda qishloq topdim. Topgan qishlog'imdan oziq-ovqat yedim. Qishloqqa kelgandan so'ng rivojlanib ketdi, qarich kuchayib. Mana narsa topdim mana. Sovutam topoldi biratala. Ambutga turibman. Men ajralib turdim bir narsalarim biling nimalar turgan. Arbuz, turbuchak arbuz. Arbuz endi yemaymiz endi. Arbuz tursin zaxirada. Qorni ochib bir shunaqa qorni ochadigan payt bo'lib qolsa, o'shanda shartta ketadi tomoqqa. Mayli, ko'p arbuzlarimiz bor. Otgan tarvuzlarim bor edi. Qo'lim bilan chopganman ha. Qo'lim bilan chopsam ham bo'lak chiqib ko'rdinglar. 13 minut bo'libdi. Do'stlar, mayli, xayrlashamiz, keyingi videoda ko'rishamiz.